Tebrikler. Ben Aydoğan Katılım'ın Yoldaşı'yla Boşkoru Turunbasarı Yusuf Kazbek'le Mehmet Sabahat'la Devletimiz teşebbüslerinin Akala başlaştırdan boyunca bizler mahallede bizler Agabank'ta cem 9 mahallede bitirilgen olup şu 9 mahallede 9 mahallede geldi. İki tane mahalle bankeler bitirilgen. Bu uchrashuvda o'tkazishimizning maqsad aholini tadbirkorlikda rivojlantirish maqsadida sizlarga shu bankimizning mol kreditlari bor, mol mahsulotlari bor, hammasini shuni tanishtirishdan iborat. Hozir sizlarga shu o'zlarimizning bank mahsulotlari bor, shu mahsulotlar bilan tanishtirib o'taman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 312 qarori bor. 312 qarorga asosan 300 million so'mgacha Galo bilan beriladi. 100 million so'mgacha kafillik, ya'ni sug'urta foizdan beriladi. 7 yil muddatga beriladi. Keyingi kreditimiz bu mahalla loyihasi krediti bo'lib, mahalla loyihasi krediti bu 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli bilan ayollarga 23%dan, erkaklarga 25%dan beriladi. Keyingi kreditimiz bu biznesga ko'mak krediti bo'lib, bu kreditimiz 4 yil muddatga ayollarga 23%dan, erkaklarga shu erkaklarga 25%dan ajratiladi. Ondan tashqari yana boshqa chakana kreditlarimiz ham bor bizlarda. Avtokredit, ipoteka kredit, mikroqarz, keyin bo'lgan kreditlarimiz ham bor. Agar sizlarda shuni qiziqtirib turgan savollarınız bo'lsa banklik, ya bir masalalarınız bo'lsa bemalol talqinlar berishingiz mumkin. Kimda qanday savollarınız bor? Bo'lsa men uni talqin beraman. Qanday? Kimda savollar bo'lsa besh talqinni beraman. Bu kreditlik masalalarınız bormi? Ya tushunmay turgan masalalarınız bo'lsa shu qo'ldan kelgancha shunda harakat qilamiz. Yechib berishga harakat qilamiz. Masalan, bunday yechilmagan masalalar bo'lib qolib shu vaqtgacha taqdirda shu yechib beramiz, masalasi bo'lmaydi. Bu masalalar var. Bir mola savol beraman bo'lsa. Masalamiz yo'q, shu Do'ston mahallasidan keldim men. Boyga so'zni sho'rdan so'radim, Do'ston mahallasidan tushuntirdi, tushunmaganimni shu hojat vaqtimda so'radim ama. Ha. Masalamiz Do'ston mahallasi tushuntirdi. Ha. Shirin qo'monatda kredit olish uchun bordim. Nasib qildim. Tushuntirib yubordi, o'zim shu bankka yubordi. Kam qaran tushunmagan gaplaringiz dedi, shunda bankalar tushuntiradi dedi. Shunda hozir banklik masalalar yo'q hech qanday. Kredit olish bo'yicha yo'q, unda hozir gaplashgan vaqtda savol bo'lsa qo'yamiz. bo'ldi. Boshqasi savol boshqa hech kimda yo'qmi? Beriladi. Savollar